ichki ishlar organi xodimi siz bilan xushmuomala bo'lmasa, quyidagi parol so'zlarni ayting va uni aqli bo'ladigan bo'lsa, o'zi tushunib oladi. Birinchisi 3413. Bu nima? 3413-sonli prezident qarori bilan tasdiqlangan xizmatni o'tash tartibi to'g'risidagi nizom bor, ichki ishlar organlarida xizmat o'tash tartibi. Va unda yozilgan xushmuomala bo'lmaydigan bo'lsa fuqarolar bilan bu ichki ishlar organi xodimining sha'niga putur yetkazuvchi xatti-harakat deb hisoblanishi mumkin va bu qo'pol ravishda buzish hisoblanadi va bu bilan o'sha intizomiy jazo sifatida u bo'shatilishi mumkin. Agar qonunchiliklarni yaxshi o'rgangan bo'lsa o'zini ichki hujjatlarini, unda bu gapingiz yetarli bo'ladi. Ikkinchi so'z, intizom kodeksi. Bu nima? 10-sonli prezident qarori bilan ichki ishlar organlari xodimlarini kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksi tasdiqlangan va mana shu joyda aytilgan ichki ishlar organi xodimi fuqarolar bilan xushmuomala, kamtar va bosiq munosabatda bo'lishi kerak deb yozib qo'yilgan.